O ayol nemishqa doim heliqi kichik sandiqni ko'tarib yuriydi, bilamsiz. Uning ichida bir uskuna bor. U sizning ovozingizni ichida saqlab olib, keyin boshqa odamlarga qo'yib berdi. Undaq bo'lsa chapsam mangmamsiz. Mansam bo'lmaydi. Men kessam vazifani qanday qilamiz? Sharq shimol ozod bo'lay deb qoldi. Tenjingim oz qoldi. Bu dal bizning rolimiz joriy qildiriladigan vaqt tursa, kessam bo'lmaydi. Lekin men oshkorlanib qolgan tursam, siz qanday qilasiz? Siz o'lsangiz bo'lmaydi. Bu yerdan keting. Menda hiliq bomba bor. Men ketmayman. Biz birga bo'lamiz. Men ularga taqobil turishning chorasini o'ylab qo'ydim. Mening oshkorlanib qolganimni siz burilib bilib ekansiz-da. Nemishqa men baldurroq aytmadingiz? U ayolni ujuqtirib bitib, hiliq uskunasini chiqib etdim. Sizga aytsam bo'lmaydi. Agar sizga aytsam, hamma ish buzilib, qutuldirishga amal bo'lmaydi. Sizning oshkorlanishingizga yo'l qo'yib, ularning bu suiqasddan davomlashtirishiga qarab turib, unda qazonga mundaq cho'mish qildim. Bo'lmas, keyingi ishlar bek murakkablashib ketib, uni qilolmaydingiz. Undaq bo'lsa, ular texchi meni tutmayotadi-ku. Men tex oshkorlanmadim. Siz uningga mening gapimni qilmadingiz, shundaqmi? Qat'iy qilmadim. Men tushundim. Agar Liya kelib meni tutsa, men o'zim yolg'iz sizni bilmaydi deyman. Bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi. Bundaq deydigan bo'lsangiz, siz qurbon bo'lib ketasiz. Men sizdan qurbon bo'lishingizni xohlamayman. Men bilan birga ozodlikni kutayotgan deyman. Men texim shundoq. Biz aldirmay asta-asta deyishaylik. Agar kunlarning birida Liya kelib sizni tutsa, men nima deyman? Bundaq deysiz. Siz men uchun necha yig'iz yaxshi gap qilib qo'ying. Nanjang bosh shtab ichida faqat siz birli do'stim bor. Demisimi mening Shangshovliq o'sadigan vaqtim allaqachon o'tib ketdi. Shoujangliqqa o'siman demisam ya, yana vaqtincha turib turdi ekanman. Ha. Nima? O'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Pankatep. Bu chaqchaq qiladigan ish emas-ku, jazmlashtira olamsiz. Rahmat. Yuzacan. İzzetdanni qani bilmaydigan nima ekansan? Başliq, sizga doklad qiladigan muhim ahvol bor edi. Kechiring, atiga saqlayolmayman. Choping degan mening singlim yo'ldosh. Siz Chopingni aytisizmi? Ha. Choping hozir qayerda? Lingfingga hujum qilganda biz bir qatim ko'rishgan, keyin faqat ko'rishalmadik. Eringiz uchun nima ish qiladi? Umi bizning yo'ldoshmi? U hukumatga ishlaydi. Uning gapini qilmaylik. Sizga men nima ish qilib beraman? Bu ayol kim? Bizning odamimiz. Suyping degan uchiga chiqqan döt xotin tursa, kommunistlarning ishpiyoni bo'larmi? Bizni qaymoq turibdi. U nima döt bo'ladi? Bu asli nusxasimi? Yo'q. Bu ko'chirilmasi. Asli nusxasi menda. Kechiring, men uni hozir topshira olmayman. Nima ishqa? Yuzacan degan sizning eng ishonchli odamingiz. Suypingning xonimingiz bilan ko'ngli yaqin. Men o'zimni qo'g'dimasam bo'lmaydi. Kechiring. Demak, Suypingni kommunistlar qo'lga keltirib elib, uni Yuzacanning yeniga so'qindirib, foydaga erishmoqchi yoki yuz o'rtmoqchi bo'lgan. Men ularning ayol bo'lmay sherik bo'lib qolishidan ansirayman. Paket bormi? Vaqtincha yo'q. Asli saqlamoqchidim, biroq taqtim qolmadi. Nima ish qilmadi? Başliq. Men bu punktga kelgili 2 yil bo'ldi. Azaldan damib baxmadim. Kechsimi ishxonada yotaman. Gerçi bir qancha deloda savallik sodir qilib qo'ygan bo'lsam-mu, lekin men butun kuchimni xizmatga otadim.
Bu punktdagi yuqori-tuvan hamma odamga ayon. Mening shanshovlikqa o'sish salohiyatim to'shadigan tursa, Yuzachiq nima uchun meni putlaydi ekan? Оның sizni putlig'ini qandoq bilasiz? Men bu dunyoda bekor yashaptiman-da. Mening Nanjanda do'stlarim bor. Yuzachiqning dokladda nima deganligi menga 5 qo'ldek ayon. U muavin boshliq bo'lib bo'lgan. Mening unvonimning o'sishi uningga tahdid bo'lmaydigan tursa, nimishqa yana men bilan qerishidi ekan? Siz ularni sherik deb qaramsiz. Shundaq. O'zingiz qarab bir ish qilasiz. U yana shundaq kerilib yuraversa, men Nanjingga boraman. Bir Jongshaw darajalik muavin punkt boshlig'ining xotini banditlarning jasusi bo'lsa, uning salimoza tura olishiga ishonmayman. Nanjingga boraman. Siz meni uningga chapay yapudi deb qaramsiz? Şey efendi. Men şu. Mening melim qani. Uning ostida. Ehtiyotchan odam ekansiz. Qonun intizam oldi da hech kimni aymayman. Boshliq. Buyruq chiring. Mening tayyorligim bitdi. Tutinglar. Hozirla. Birini tutamdi yoki bir juftnimi? Hammasini. Rostni aytsam, hozir men tushundim. Tashkilning men evatgani ancha muvofiq bo'lmabdi ekan. Men bek beparvo ekanman. To'g'ri. Siz izchil muvofiq nomzod bo'lmay kelgan edingiz. Ayni chog'da tashkilmi amalsizlikdan sizni avatibdi ekan. Ammo bugundan boshlab siz muvofiq bo'ldingiz. Lo'q xo'jayin ketdi. Bizning ishimiz yana so'zilib ketdi. Shundaqmi? Undaq bo'lmaydi. Chunki keladigan odam jazman keladi. Degan gaplarim esingizdami? Xotirjam bo'ling. Kim? Yumon boshliq. Liyatrat boshlig'i nima qilmoqchisiz? Yuring. Boshqa bir yerga berib uxlaysiz. Meni tutamsiz? Oqtiringlar. Cherolinni to'lamsiz. Tanıyman. Astinki qavatda o'ltirdi. Uning xotini bachaqda men uning uyiga kirib turatdim. Shuybovni to'lamsiz. Kim? Ermi, ayolmi? Ayol. Ayol kishining ismi nima undaq bo'ladi? Punkt boshlig'ining xonimi bilan doim bajon o'ynab turibmi? Uning ismini bilmaydigan tursam. Muhimroq ishlarni so'rang, kashf bo'lib ketdi.
Obdan o'ylab beqing, siz butxonda uchratgan. Heli singilchaqindamsiz? Uning ismi Shuy nemitdi? To'g'ri, shu bofang. Sizlar nega bordinglar? Nima deyishdinglar? U to'y qilishdan qochib bu yerga kelibdi ekan. Erining uydagilar uni qo'g'lab ekan, menga yordam qiling deb turib oldi. Men uni ichki saroyga olib borgandim. U keyin yo'qolib ketdi. U saroyning haqqini men chiqqan texi. U menga kiyim beraman deganda, men bo'ldila hojat yo'q dedim. Shundaqmi? Singlingizni gapini deyishmidinglarmi? Siz zot nimani so'ramoqchi? Mening singlim chiqib qoldi-ku amdi. Mening singlim yo'q. Sizning rost gap qilishingizni umid qilaman. Nima demoqchisiz? Meni yolg'onchi deb atamsiz? Uning ismi nimadi? Familiyasi Chin, ismi yodimda yo'q. Chin Choping. Chin Choping. U mening singlim. Bu mengu. Mening ovozim chiqyotdi-ku. Bu qandaq nima? Lenfon hujum qilganda biz bir qitim ko'rishgan, keyin faqat ko'rishanmidik. Emas. Bu men qilgan gaplar emas. Aldirmang. Aldirmay anglang. Eringiz nima ish qiladi? Umi bizning yo'ldoshma. Bu nima gap? Yo'qli gaplar-ku bu, ha? Ajab bir yer kelib qopdi-ku. Yolg'on so'zlar aytasiz. Xubsalik qilmang. U yolg'on so'zildi. Men u singilga undaq gaplarni qilmagan. Undaqda bu ovoz nerdan keldi? Shi apandining uyida Shi apandi bilan uni ayoliga degan. Eliqi yo'ldosh, yan deganlarnimi shularning uyida deganmi? Ha. Men do'rigan. Shi apandi bir ig'izdan o'gatdi, men bir ig'izdan do'rdim. U yana tarafda hamma odam mushundaq chaqirdi deganda men do'rab chaqirgan. Ajoyib ish-ku bu. Buning ichidan uning bilan ayolini gap chiqmadi-ku. Yuvashroq bo'ling. Po'latdek paket ostidami xubsalik qilib o'tabsiz? Bu xotin xubsalik qilib o'tdi. Bundaq bo'lsa masala ig'ir ekan. Bu Yuzaching uning sherigi. Bularning hammasini Yuzaching ugatgan degan gap. Mushundaq jazmlashtirishga bo'ladi. Bu Unalg'u lentisining ishinimi ular oldin bilib olgan bo'g'imidi. Bo'lmasa buncha ular to'liq tayyorlik qilmagan bo'lar edi. Po'latdek paket oldidimi mutamlik qilib o'tdi. Bo'lmasa sizmi bu yerda tanglik qilib yurguncha odam bilan Unalg'u lentisini biraqla Nanjingga yo'lab beraylik. Bema'ni gap. Men nimaga tanglik qilg'adakman? Yuzachingni o'zim so'roq qilaman. Uning ismi nimadi? Familiyasi Chin, ismi yodimda yo'q. Chin Choping. U mening singlim. Chin Choping degan mening singlim yo'ldosh. Siz Chopingning achisimi? Ha. U hozir qayerda? Ishonganlar anglaydi. Anglag'anlar ishonmaydi. Buni qanday tushuntirish kerak? Sizcha tushuntirib ketalasiz ilohim. Bu nereden kelgan? Maxfiy yo'ldan. Ta'minlovchi ko'rishni xohlamaydi ekan. Hozir uning kelish manbai shuncha zarurmi? Kalva ablah. Mening ovozimni elib olgan bo'lsa-chi, texmi qimmati bo'lmabdi. Xotinimninkini elib olibdi. Bo'mi to'g'ri? Uni oldirmoq oson-da. Meningcha ta'minlovchisi Liatrat boshlig'i deyman. Bu muhim emas. Muhimi xotiningizning masalasi. Qanday tushundirasiz?
Məsələ həm murakkab, həm oddiy. Yanına ətrafdaşlıq bu yakkasin. Özünü qaçırıb nima qiladi? Ba'zi gaplarni yolg'iz manga desangiz, imkoniyat bo'ladi. Uni kasun deb turib olsangiz, yo o'lim, yo ko'rim deydigan ish bo'ladi. Yuz oching, butkul planini nihoyatda tez sur'atda boshdan oxir o'ylab chiqdi. Yo'chiq bo'lsa bo'lmaydi. Bu qat'iy qaytarma zarba berish payti bo'lib, kichikkina bir yo'chiq cho'ng xatolikni paydo qiladi. Bo'lgandek turadi. Mukammal bo'pti. Kam kutsiz bo'pti. Yo'q. İmkoniyat kerak emas. Men bundaq gumonga chidab tura olmayman. Xotinim bilan shuncha uzun yil turmush kechirgan tursam, uni kompartiyaning shpioni ekan desa, siz ishonamsiz? Men ishonmayman. Meningcha birisi meni qor bostiryotdi. Liatrat boshliq bu yakkason. Ha, ikki tarsa bir bo'psizlar. Atrat boshlig'i kelsin. Xo'p. Atrat boshlig'i. Xotinim hozir qanaqroq? O nihoyat yaxshi. U unalg'ini anglab hangtan qoldi-ku deyman. Yo'q. O nihoyat ravon javob berdi. Intayin to'liq tayyorlik qildi. Unda xo'si yaxshi. Rasmiy masalaga o'taylik. Tong ataylab qoldi. Atrat boshlig'i. Bu unalg'i lentisi uchun Sherolinga qancha pul berdingiz? Ko'p emas. Eyliqi hayankashmi? To'g'ri. Siz hozir ashu Sherolin bilan bu unalg'i lentisidagi ayolni mushaga akasangiz bo'ladimi? Men taklif qilaman. Bu qiyin emas. Ularni chaqirib kelishdan burun mushu unalg'odagi gaplarga bir tushuncha bering. Bu Sherolin degan Dangtong idorasidagi bir ko'ngil lukchak tursa, uning axborotini qandaqmi rostligili bo'lsin? Kimning lukchak bo'lishidan qat'iy nazar, unalg'oga elish degan tashqi muhri bosgandek paket. Uni tushuntirishingiz kerak. Mushu ilingan un tashqi muhri bosgandek paketmi? Inkor qilib bo'lmaydigan paket. Bu saxta bo'lmamda? Albatta bo'lmaydi. Buni hech kim saxta qila olmaydi. Bolcheviklarmi qila olmaydi. Amerika strategik axborot idorasi mi qilolmaydi? Qimirlama. Mening oshqochimning tapkisi yo'q. Nima qilasiz? Boshliq. Men ishxonamga berib kelay. Bu ko'chirilmasi asl nusxasini yo'shirib qo'ydim. Anlab beqinglar. Biz yana andiki chaqda ko'rishgan. Shundaqmi? Unutib qoldingizmi? 15-gamida ijtimoiy boshqarmaning boshlig'i bizni maxfiy qabul qilgan. Biroz esimni bodekmi qiladi? Ha, yodimga keldi. Siz u chaqdagiga o'xshamay qolibsiz. 8-armiyaning kiyimini kiygan chaqdagiga o'xshamabsiz. Siz bizga yordamlashib aramizga kirib olgan ishpiyonlarni tozalashib bergan. Siz degan to'kbikor yana sizni unutib qolmadi. Men uchun u bir unutuliqsiz aslima. Sizning yodingiz turibdi. Bu oson emas. Yo'ldosh, siz bilan hozirgacha aloqalasha olmaslikda sizning bexatarligingizni ko'zda tutdik. Yo'ldosh degan gapni anglab boqmag'ili nihoyat uzun bo'pti. Maxfiy ishlar idorasi Chu xo'jayin qizini almashtirish qo'sh unumga egish bo'pti.
Bundaq aqılان tədbirini qandaqmı oylab tapqansız? Shundaq. Ular doim o'zini bek aqlliq chaqlaydi. Amaliyotda nihoyatda dut. Buni nereden topdingiz? Sheroli man setib bergan. Nihoyatda arzon. Men bu gaplarning rostligiga faqatla ishonmadim. Qilchim ishonmadim. Agar atrat boshlig'i buni Po'latdek paket desa, mening boshqa gapim yo'q. Gap qilib yiqinglar. Men kallam qiyibli ketdi. Men o'ylan olay. Nimani o'ylaysiz? Nemishqa bunchalar hamoqatman deb o'ylabsiz? Bolsheviklarmi Amerika strategiyalik axborot idorasimi qilolmaydi deysiz texi. Siz unalg'uning sirini uqmaydi ekansiz. Ko'zingizda yo'g'onroq ichib dunyoga nazar seppeqing. Bu kitobda 19 yoshlik 2 nafar Belarusiyalik bola mushundaq o'lintisini yasabdi. Ayol yanili shu ayol, siz yanilisiz. Siz bu ayol bilan ko'rishmisingizmi? Bu o'lintis chiqaverdi. Bu gongdog atgan atom bombasi emas. Biz tadqiq qilib chiqarammaydigan. Bu sahni sehrgarlik qilganga o'xshashli bir hunar, bir qarabli bilib olg'ili bo'ladi. Men bu o'lintisini boshliqning oldiga birib, Liya kompartiyaning suqunimiskan, jasuskan desam, o'zimni intayin döt hisoblagan bo'lardi. Men qanday qildim? Men o'pkamni besiyilib, men bir aldamchi savdogarga ishonamdiman yoki Li atrat boshlig'ining sadoqatiga ishonamdiman deb obdan o'ylandim. Undaq chupranlarga aldinib ozroq pul ziyon tortish hech qancha ish emas. Agar sirtkilar maxfiy ishlar idorasidagilarning hammasi qarqo'saq harom tomoqlar ekan desa, biz farqi davlatning oldida gunohkor bo'lamiz. Sheroli degan qanday odam? Dangtong idorasining qo'ni doshqili. Dangtong idorasi bizni yanandimi o'sh ko'rdi. Ayni yildagi Jongtong Dangtong idorasiga. Juntong maxfiy ishlar idorasiga o'zgardi. Ularning orasidagi jang to'xtadimi? Bir jahon kashti chuprandaning gapigimi ishinib yursangiz, bu maxfiy ishlar idorasidagilarning orasiga so'g'uqchilik selishilsi, bu ilg'orlar jamiyatini kuch kiritib qayta tirilish jamiyatini o'ltirgizishning o'zgargan shakli. Shuncha osonlik haqning damoq tushib ketsak bo'lamda? Boyman bu o'lintisini tashqi muhr bosgandek paket deganda anglablar. Intayin bemanlik his qildim. Kechiring boshliq. Sherolini maxfiy qo'lga ilinglar. Yana ilg'i chanchiliga xotinnimi? Liya atrat boshlig'i, sizning oltin va dollaringizga rahmat. Men yo'lda Shubafon bilan ketib qoldim. Ayrilish paytida bir she'r qoldirdim. Xotira bo'lib qola. Yoz kelib erisa to'ng'igan muzlar, tush-tushdan tashidi yaqin daryolar. Oylanar odammo beliq paqaga, qaysi to'hbikor, qaysi gunohkor, kim chiqib oxiri uni baholar. Mavzuda Zuchan, ish tugdi. qandaq tugaydi? Bu qandaq ish? Men demagan gaplar nadan paydo bo'lib qoldi? Bo'ldi. Ketaylik. Hay. Yo'q xonam. Ko'ningizga olmang. Uyga berib obdaroq tasalli berib qo'ying. Sahroliklar yerim kechada ishik qoqqanni ko'rib boqmagan. Meni qo'rqityaptıngiz. Sizlar uyimni oqtirganda jazman Amerikaning bir qo'l bombasini tepib oldinglar. Uni o'zimni qo'g'dashga ishiltatdim. Atatigan xizmat ustilimning ustida uni ko'rishni umid qilaman.
ortiq odami yo'qotildi. Uning ichida Xanjining qo'l ostidagilardan asirga tushganlar 80 mingdan oshadi. Xalq ozodlik armiyasi Jinjoni ishg'ol qilgandan keyin Sharq shimolining jang vaziyatida jiddiy o'zgarish bo'lib, Gomindan armiyasiga qarata ishikni taqib olib, ishni urish holati shakllandi. Jangjeshi yana bir qitim Shinyanga uchib berib, 16-числа Sharq shimolidagi harbiy qo'mondonlarni yig'ib nutq so'zladi. Ham Wei Huang Doliminglarni ayrim qabul qilib ko'rsatma berdi. Bugun bu tugri bilan Sharq shimol jang maydonidagi qahramonlarni tabriklaymiz. Bizmi qahramon hisoblanamdiq? Yo'q. Agar Tianjinning ozodligi uchun hassa qo'sha olsak, ondan hisoblanamiz. Meningcha, siz hisoblanasiz. Men hisoblansam, sizmi hisoblanasiz? Biz bir-birimizga chetiqliq emasmi? Undaq bo'lsa yaxshi. Uyga qaytib borsam qandaqli bo'lsin gul taqaydi ekanman. Ozodlik oz qoldimi nima? Halqiliq masala oldimizdagi ikki maydon jangda Shujo bilan Shenyangni yengolsak, u joqda oz qoldi degan gap. G'albadan keyingi birinchi ish siz men bilan yurtga borsiz. Buningda tashkilning o'rnlashtirishi quloq solsak bo'la. Necha kunlar? Yenib chiqqali 3 yil bo'ldi, yezliqqa qaytib o'zimizni ma'lum qilib qo'ysak bo'la? To'g'ri, ma'lum qilish kerak. Men yenib chiqqali 14 yil bo'pti. Ahvolimni ma'lum qilishim kerak-da. Efendim, qayerda o'tirsiz? Uqdingizmi? Nimani? Changchunma oz qapti. Lojang Shenyang uchid ekan. Bu yoqda mag'lub bo'lishni faraz qilib, qo'shinini yig'di. Tunugun akşam yo'l yo'riq keldi. Bizning Tianjinning halqismon mudofaa o'rinlashtirishini, bo'lib 86, 62, 94 yillarning mudofaa rayoni, aeroplan, paraxod zambiraklarining o'rilish ahvolini umumiylik egilishimizni talab qildi. Baldirda tutish qilibdi. Sharq shimoldan kelib Tianjin kanda. Biz oldi bilan axborot to'playlik. Buningda asosan sizga tayinamiz. Armiya bizdan qattiq xavfsiraydi. 62-jun bilan 86-jundan haqiqatan mudofaani qayta o'rinlashtirish plani bor. Biroq ishga oshirishni boshlamadi. Bularni qilish uchun vaqt kerak. Tez bo'laylik. Shenyangni olgandan keyin bu vazifani amaliylashtirish to'g'ri keladi. Bugungi suhbat mazmunini jazmlashtira olaylik. Bir so'rsa, gapimiz o'xshash chiqsin. Muavin boshliq. Boshliq sizni darhol kirsin deydi. Nima shopdi? Changchun qo'ldan ketibdi. Changchun qo'ldan ketibdimi? 60-armiya yuz o'ribdi. Jantonga taslim bo'pti. Junjang Bingtan qo'mondoni o'zining keyinligini o'ylashib etibdi. Hammasimi? 73 ming odamning hammasi. Yuz o'rishga da'vat qilgan odam bor. Siz qanday bilasiz? Ilgari armiya ishchiligi birsi Changchun mudofaa qiluvchi qo'shinning yuqori qatlamida ba'zilar kompartiya armiyasi bilan bodikaldi qilyotdi deb pash qilgan edi. O yiroqdagi ishlar bizning vazifamiz emas. Yuanjang Shinyangda. Uningga yaqin. Uning aql parasti sharq shimolni qo'g'dab qololg'iydi ilohim. Bular faqat askariy jihatga mag'lubiyat xolos. Strategiya jihatga mag'lubiyat texim qo'rqinchliq. Qanday qo'rqinchliq? Yaqindan beri men muavin boshliq bo'lgan Jiroq Sharqdagi axborot punktini tadqiq qilyapman. Rostni aytganda uningdan ko'p manfaat oldim. Jinjo, Changchunlar qo'ldan ketishdan burun maxfiy ishlar idorasi o'zlarining sarxil kishilarini o'z joyida so'qindirib, fursat kutishi lozim. Bo'lmasa bir obdan shahar sepib etilgan suvda yo'qolib ketadi. Yiroqni ko'zlabsiz. Men yuqoriga taklif beraman. Nima ish qilyapsiz? Ajab cho'chidim. U cho'k oltinlarni deb yurak kesil bo'lib qolmagansiz. Ostaroq. Yuring.
qilsangiz, birsi anglab qilib kechda o'g'irlab ketmamdi. Bilamsiz. Sharq shimol patarda azod bo'ladi ekan. Rasmi? Sharq shimolning nədligini bilmayman. Burun tuxum yeyishni xiyolimga keltirolmaydim. Endi cho'k oltinni katakka qo'yg'idek bo'ldim. Siz o'zingiz bir qiyirmak ya. Keşkiç katakni aylanib yursiz. Katakdagi cho'k oltinning ustida yetib og'il tasqalisiz. Deymisingizmi men mikkiyan? Tek tuxum tug'sam deyman. Shundoq, bola. Bola. Bizning hikoyalarimizni anglaydigan odam bo'lish kerak. Bo'libmi bolalar anglashi. Bolalar yana o'zlarining bolalariga aytib berish kerak. Hey. Kelgusida necha balliq bo'lishni xohlaysiz? Az degandimi bir qizim bo'la? Qizim? Hamma odam o'g'il bolani orzu qiladigan tursa. O'g'ilmi kerak. Lekin o'g'il bola ketib qoladi. Yana bir qiz bola bo'lish kerak. Ems tug'ay. Qayrig'ish tug'aman. Ha? Süper. İkimiz bir ishda maslahatlashib olaylik. Dana. Siz og'zi kichikroq bir qiz tug'a olasizmi? Mening ko'zi yo'g'an bir o'g'il bola tuqqim bor. Her kuni katakdagi cho'k oltinning ustida yetib og'il tasqalisiz. Vay. Başlayaq. Nima? Ha, ma'qul. Ma'qul. Ha. Nim bo'pti? Zat nim bo'pti dana? Punkt boshlig'i intayin qayg'uli qoldi mang dedi. Shenyangni kompartiya armiyasi ishg'ol qilibdi. Yaxshi bo'pti. Voy. Siz nimada chidamas? Tutamdan qarab baqay. Mana bu yeri. Doklad qilmasak ham bo'lamdi. Hozirgi ahvoldan qaraganda, hozirdan boshlab 1 yil atrofidagi vaqt ichida Gomindan aksiyatchi hukumatı tubdan og'dirilib tashlanishi mumkin. Butun mamlakatning hamma joyida aksiyatchi kuchlarni yo'qotib, xalqning ozodligini ishga oshirish uchun yana ko'proq vaqt ketadi. Dushmanlar tez suratda vayron bo'lmoqda. Ammo yanala kommunistik Jungo xalq ozodlik armiyasi va butun mamlakat xalqi birdek ittifoqlashib, tirishchanligini kuchaytganda, ondan aksiyatchi kuchlarni oxirgi hisobda to'liq yo'qotib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan demokratik xalq jumhuriyatini qurishga bo'ladi. Baya Reis Mao'zedongning mamlakat bo'yicha harbiy vaziyatga zo'r o'zgarish degan maqolasini anglatdik. Birja, ular yana po'at qilib turdi. Mao'zedongning bu maqolasiga qanday qaraysiz? Ko'ptirib yetibdi. Bizning hozirgi holatimiz ularning ayni chog'dagi qorliq tog'larda jinni ep qichib yurgandan yuzas yaxshi. Ular qayta tirilib ketaladi. Biz nima bo'pdiq? Tövəndə diplomasiya parlaq yolunu anlaysızlar. Abdori Vençu. Diplomasiya qığıcı Vençu. Kim bo'li o'lyapti? Uqtinglarmi?
Uxtaq. Kelerki növbət kimga kelarkin taң? Gel yol yursanız yürüng çoğ yolda. Çoğ yolda parlak quyosh nuri bor. Yangirga tenkash buludu dumbaq, yaşlıq bahari sübiga o'xshar. Ger yol yursanız yürüng çoğ yolda. Çoğ yolda şirin muhabbet hem bor. Tez chiqsin ko'ngildan o'tkinchi karvon, bir asi qalb shimolga boqar. Ger yol yursanız yürüng çoğ yolda buludu manzira güzel. Qo'shun hayvatlik qilish yaltirar, yangi tog' daryolar hur tongga boqar. Changchundagi tragediyaning takror yuz berishidan saqlanish uchun bosh shtabdan yo'l yo'riq keldi. Tianjinda turishli harbiy qo'shinning yuqori qatlamidagi xizmat telefoni va shaxsiy telefonlarning hammasi maxfiy tinchiladi. Ziching, bu ishga siz mas'ul bo'ling. Buningga nurg'un texnik xodim, uskuna va saymonlar kerak bo'ladi. Telegraf bölümüge tayansak cezmen bulmaydı. Texnik xodimlar aeroplan bilan tushdi yetib keladi. 30 odam yetamdi. Yetdi. Atrot boshlig'i. Huangbuto Bingtuani Tianjin atrofida tamamen tarmar bo'pti. Lonxay yo'lning ikki qismida. Bizning bu yer davlat mudofaa bosh shtabi emas. Biz Bingtuanning qo'mondoni emas. Sizmi Gujutong emas. O'zimizning ahvol haqida gap qiling. Axborot boshqarmasi bugun xabar topdi. Kompartiyaning Sharq Shimol dala armiyasi Liaoning Xinjiangdan keyin dam ilib qo'shinni radga silishni amaldan qoldirib, tez suratda janubga yurish qilib, Beiping Tianjin temir yo'lining shimolida maxfiy yig'ilib o'tibdi. Harbiy axborotlarni yig'inchoqlaganda Tianjinjinga Qosh bilan Kirpikning oralig'ida qoldi. Tünögün akşam yuqordan Tianjinning shahar mudofaa o'rinlashtirishini yana oldirib o'tdi. Bu vaqtdagi axborotimiz Tianjinga hujum qilish qiyinga to'xtaydi. Məsləhət yığını içilib oldu. Şinyanın qo'ldan ketish saboqlariga asosan shahar mudofaa o'rinlashtirish qayta tartibga solindi. Men mo telefonni tanishyapman. Muhim nuqta tamoman istehkom qurilishi bilan qismlarni yo'tkashgan. Bu qitim tartibga solib bo'lgandan keyin yana unda qilishga endi vaqt chiqmaydi vaqtcha. Shuning uchun yangi shahar mudofaa o'rinlashtirish planini tezroq qo'lga tushirish lozim. Hujjat bilan urush xaritasi bekitilib bo'ldi. Ammo shu bir nusxa Xinjiangning qo'mondonlik shtabida saqlanadi. U uni doim solab qo'ymas. Mudofaa o'rinlashtirishi degan jangga qo'mondonlik qilish uchun ishiltadigan tursa, Xinjiang Yaman Fuzoyi bilan Lojangga doklad qila. Tozalash shtabining odamlari amrilik etdi. Fuzoyi doklad anglamasligi mumkin. Jangji jazman surishti qiladi. Lojang Tianjinga keladimi? Keladigan bo'lsa, yadroliq doiraga yaqin yo'l yalaydigan odamni tepib hujjatdan qo'lga tushiraylik. Agar kelmaydigan bo'lsa, Xinjiangji jazman Nanjingga odam avatib doklad qiladi. Undaqda Nanjingga doklad qilib boradigan kishilarning tizimligini darhol qo'lga tushirish lozim. Bu ikki xil mumkinchilikning har ikkilisiga tayyorlik ko'rishimiz kerak. Uqdim. Turmadagi yilqi ayolda normalsizlik bormi? Yo'q, kitobda ko'rdik ekan shu. Tianjin ozod bo'lishdan ilgari uni hargiz qo'yib yetishga bo'lmaydi. Uningda chataq yo'q. Liya bilan so'zlashgan yilqi yo'ldoshchi. U allaqachon chingdiga bexatar berib bo'ldi. Yaxshi bo'pti. Endi butun zehnimizni markazlashtirib, yangi mudofaa o'rinlashtirishni topaylik. Mao idora boshlig'i siz o'tganda o'tirib qo'ygan loyihaga nihoyat ahamiyat beribdi. Sharq shimol qo'ldan ketdi. Qo'y yo'qolganda qotonni o'ngizsaqmi, kechikmaymiz. Agar Tianjinniki jang mag'lub bo'lsa, to'qinish planini siz amalga oshirasiz. Odam, qurol, jabduq haqida bevosita bosh shtab birinchi boshqarmaning boshlig'i Wang Weiga doklad qilasiz. Men aralashmayman. Men birdan-bir mas'ul odamman. To'g'ri. Birdan-bir. Men bilan muavin boshliq ishkilimiz munosibatsiz. Bugundan boshlab biz xizmatga kirishsak, vaqt yetibmi qoldik. Esingizda bo'lsin. Bevosita birinchi boshqarmaga doklad qiling. Mendan fikr olmang. Mening hech qanday fikrim yo'q. Tushundingizmi? Men buning haqiqiy bir suqunish plani bo'lishini umid qilaman. Osmon zamin siz malli biladigan.